Erdan ajragan ayoliga hamma osilaveradi, unitazga o'xshaydi, hamma kelib siyib ketaveradi, qo'pol qilayotganda. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova yana jamoatchilik tanqidi markazida qoldi. Bu safar ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalarga xonandaning ajrashgan ayollar haqida aytgan qiyosiy ifodasi sabab bo'ldi. O'tgan haftada bergan intervyularining birida u ajrashgan ayollarni hojatxona kosasiga, ya'ni unitazga o'xshatgandi. Erdan ajragan ayoliga hamma osilaveradi, unitazga o'xshaydi, hamma kelib siyib ketaveradi, qo'pol qilayotganda. Eri yo'qdi boshiga Buxorodan kelib qarg'a chiqib ketarkandir, eskilar qo'pol qilayotgandir. Qaysi tilda aytdi yana? Erni boshini maqtaymanda. Er bo'lsa yaxshi. Endi hali ahmoqlari bor, urang'ichlari. Hali o'tasi haliga qayta vaqt tashlaydiganlari bor. Unaqalari bilan endi dadalaring kelib gaplashib, akalaring klimatga kelib o'zini urib ketsa, odam bo'ladi. Lekin ajrash yo'lini qilib ajramaslikda harakatini qilish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda xonandaning mazkur so'zlari ayollar sha'nini kamsitish, axloqsiz qiyos va jamiyatdagi ijtimoiy muammolarga nisbatan sezgirlikni inobatga olmaslik sifatida baholanmoqda. O'zbek xotinlarini, o'sha ajrashgan xotinlarni, xezalarni kekirdagi zo'likonlari bor. Ajrashgan xotin ham kayfiga ajrashmaydi, esingizdan chiqmasin. Sizni Alfons erlaringiz sizni xafa qilmagan, qo'lini ko'tarmagan, chunki joyiga qo'yib qo'yasiz. Siz bitta fanatlaringizga ham baqirib ketasiz-ku konsertlaringizda, hurmatini joyiga qo'ymasdan. Sahnadan baqirishni boshlaysiz, shallaqi xotinga o'xshab. Shunaqangi ayollarning dostoinstvasi haqida gapiryaptimi? Chidamagansiz deysiz, ana urushlarga-yu, xiyonatlarga-yu, o'zbek ayollari chidab keladigan narsalarga. Sizdagilar gapirmasin bunaqa gaplarni. Eng patxalim, eng anaqangi laganbardor artist O'zbekistonni laganbardor artistisiz siz. Bu Yulduz Usmonovaning birinchi bor tanqidlarga duch kelishi emas. U avval ham turli davralarda qilgan chiqishlari va bayonotlari sabab jamoatchilikda bahs-munozaralarga sababchi bo'lgan. Ammo ayrim holatlarda uning fikrlarini qo'llab-quvvatlaganlar ham bor. Qiz ajrashgani uchun, o'zi ham ajrashgan shu narsani bosib o'tgani uchun birovga ravo ko'rmayapti. O'zini ham unga ham osilishgan rosa, yemoqchi, ichmoqchi bo'lishgan, kurashgan. U necha yosh, 60 yoshdan oshdi. Uni bosib o'tganlar, misol uchun, men tragediya deb bilaman-da, hech kimga ko'rsatmasin. U achinib gapiryapti. Ajrashmalarning hammasi bir xil demoqchi. Baribir nimasigadir chidaysan demoqchi. Bir xil qaynanalar yaxshi, er yomon yoki bunisi. Nabarot bo'ladi. Bittasiga chidalaring deyapti. Hamma oilada bo'ladi deyapti. Kuzatuvlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlar davrida har qanday ommaviy bayonot tezkor tarqaladi va keng auditoriya tomonidan turlicha talqin qilinadi. Shu sababli mashhur shaxslarning so'zlari nafaqat shaxsiy fikr, balki ijtimoiy signal sifatida ham qabul qilinadi. Yulduz Usmonova bilan bog'liq navbatdagi holat ham jamoatchilik, madaniyat va ommaviy kommunikatsiya o'rtasidagi murakkab munosabatlarni yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.